Zo'rmi Firdavs? Ha? Zo'rmi? Siz keling. Yaxshimisiz? Ismingiz nima? Abduvaz. O'rosdan. Meni ham ismim Abduvoriz. Tanishganimdan xursandman. Bugun Magic Safari'da maza qilib aylanay, xo'pmi? Har bitta hayvonlarni ko'rib, uyingizga et beradigan qilib maza qilib aylanib keting, xo'pmi? Bo'pti, yaxshi dam oling. Xayr. Birinchi qafasimizdagi hayvonimiz bu Afrika tuyaqushi. В первом нашем вольере у нас африканские страусы. Xo'p, Afrika tuyaqushini bo'yni balandligi 2,5 metrgacha bo'ladi, og'irligi bo'lsa 150 kilogrammgacha. Yugurganda tezligi 70 km/soat tezligigacha chiqadi, qo'yadigan tuxumining og'irligi bo'lsa 2 kilogrammgacha bo'ladi. Африканские страусы ростом достигают до 2,5 метра, а весом до 150 килограмм. Ростом достигают до 2,5 метра, а весом до 150 килограммов. Развивают скорость до 70 км в час и могут жить без земли. И откладывают яйца весом до 2 килограмм. Ikkinchi qafasida bo'lsa Avstraliya kengurusi va эму tuyaqushlari joylashgan. Во втором нашем вольере у нас австралийские кенгуру и птицы эму. И вот и наши птицы эму. Mana bizani эму tuyaqushimizni bittasi. Uchinchi qafasimizda bo'lsa dog'dor kiyiklar joylashgan. Бэмби мультфильмidagi kiyikchalar. В третьем нашем вольере у нас пятнистые олени с мультфильма Бэмби. Dog'dor kiyiklarni yovvoyi dunyo modellari deb atashadi. Sababi ular yovvoyi dunyodagi eng chiroyli hayvonlardan bittasi hisoblanadi. Bo'yni balandligi 1 metrgacha, og'irligi bo'lsa 90 kilogrammgacha bo'ladi. Yugurganda tezligi 80 km, скорость до 80 км в час, рост у них достигает до 1 метра, а вес до 90 килограмм. И вот, как видите, они и таким способом они между собой разговаривают. To'rtinchi qafasida bo'lsa arab oriksi va ilonlarning g'ori joylashgan. В четвертом нашем вольере у нас арабские ориксы и пещера наших змей. Mana bizani ilonli g'orimiz. Вот и наша пещера змей. Lekin haqiqiy ilonni ko'rmoqchi bo'lsanglar, terrariumimizga borsanglar, o'sha yerda ko'rsanglar bo'ladi. Пойти в наш террариум, и вы там увидите наших змей настоящих. Mana bizani arab orikslarimiz. Вот и наши арабские ориксы. O'yinchoq edi.
Keyingi qafasimizdagi hayvonimiz bu dunyodagi eng bo'yi baland bo'lgan hayvon jirafa. Дальше у нас самые высокие животные мира жирафы. Tug'ilganida bo'yi 2 metrgacha bo'lib tug'iladi va hayoti davomida 6 metrgacha o'sib ketadi. Tilining uzunligi 30 santimetrgacha bo'ladi, yuragining og'irligi 15 kg atrofida bo'ladi. Рождаются жирафы ростом до 2 метров и по всей жизни вырастают до 6 метров высотой. Длина языка жирафа достигает до 30 сантиметров, а сердце весит около 15 килограмм. Keyingi qafasimizdagi hayvonimiz bu yovvoyi antilopa gnu. Qirol sher multfilmida Qirol Mufasani bosib ketgan hayvonlar. В следующем нашем вольере у нас будут дикие антилопы гну с мультфильма «Король лев». Те стадо антилоп, которые растоптали короля Муфасу. Bo'yni balandligi 1,5 metrgacha bo'ladi, og'irligi bo'lsa 450 kilogrammgacha. Yugurganda tezligi 80 km/soat tezligigacha chiqadi. 8-chi qafasimizda bo'lsa Arab Afro Village joylashgan, ya'ni eski Afrika qabilasining qishlog'i. В 8-м нашем вольере у нас древнеафриканский поселок, то есть Afro Village. Yashagan qishlog'i mana. Ha, xuddi o'zi. Maketi. Tashlab o'tirg'izib olamiz, ushlab olamiz, o'rnimizdan turmasdan oynalarni taqillatmaymiz. Sababi sherni oldiga kirib ketyapmiz. Пожалуйста, не вставайте, не стучите по окнам и не ходите по салону. Мы заезжаем к вольеру льва. Kulminatsion nuqtasi deydi. Кульминационная точка нашего маршрута. Bizani kutyapti mana. Kelyapti mana. Eri xotinlar. Eri xotin? Bularni qarasizchi. Yo'q, ya'ni video parod qilib qo'ysa rost. Mana hozir bizni sherga ovqat bergani keldi, lekin afsuski bugun hozir shunaqa vaqti ketib qolmiz. Sherlarni hozir shunaqa mavsumiga kelishi juda ham qiyin ekan. Shunaqa payt, lekin hozir jon deb mana ovqati ham bor. Ayyor mashta hozir ovqatlarni bermoqchi edim, man sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Lekin buni o'zi vaqti qachon o'zi? Ovqatga keladigan vaqt qachon o'zi? Ko'payish mavsumida. Hozir afsuski ko'payish mavsumi, o'shaning uchun hozir ovqatga kelish ham qiyin ekan. Bir oycha davom etadi. Shunaqa payt kelib qoldi. Nima qilamiz? Mana bizlarning sherlarimiz, вот и наши львы, короли саванны. Keyingi qafasimizdagi hayvonimiz bu qizil bug'u, ya'ni qorboboni uchar bug'usi. Дальше у нас краснобурые олени, то есть олени Деда Мороза. И вот все они вот с правой стороны от вас за забором лежат. Он тарапта. А bu qafasimizda bo'lsa 3 xil antilopa, yo'q, 4 xil antilopa va tog' echkilari joylashgan. В этом нашем вольере у нас 4 вида антилоп и горные бараны. Oq uzun shoxligi bu Sahro Oryx, Oltin antilopa nomli multfilmdagi hayvon. Вот этот вот беленький с длинными рогами это пустынный Oryx с мультфильма Золотая антилопа. Kattalar bo'lsa dunyodagi eng katta antilopa Eland. Bo'yni balandligi 2,5 metrgacha bo'ladi, og'irligi bo'lsa 1,5 tonnagacha. Вот эти вот гиганты это самые большие антилопы во всем мире. Eland и рост, а вес у них идет до 1,5 тонны. Chap tarafda uychaning ichida bo'lsa tog' echki. А вам yotganlar которые это индийские антилопы, одни из самых маленьких антилоп во всем мире.
Shu bilan mana yerda bizani sizlar bilan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammasi sizlarga yoqdi degan umiddaman. И на этом наше с вами путешествие в диком мире заканчивается. Спасибо за ваше внимание и надеюсь, вам все понравилось. Uy, ben korktum. Verme. Bana oluyor. Otursam çık. Bak oraya. Hey. Bak oraya. Hey dedi. Anasını satırım. Hey dedi. Yo sallarni ko'rlar bemalol. Gördüm. Başına uzluyor işte onu. Tavuk yiyeceğim. Sevmez. Abdivarish. А это кто? Azaz. Sekarang import dah. Boleh
Bilal ber. 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 Hadi. Ko'rdingmi? Oh, shit. Bak. Yürü lan, yürü. Yürü. Ha. Yürü. İşlemiydi. Ver, korkma. Ver. Demal. Ki. O't quyonga beradi. Yur nereye? Abdüvar soğan temba. Manda bor. Yo. Taşa. Abdüvaris. Ha.
Abduvoriz, mana qarab, mazami? Yoqyaptimi? Mana qarab etgan, mana qarab etgan. Yoqyaptimi? Yoqyaptimi? Kaçta bir YouTube. Давай туда смотри, на камеру смотри. Стоп, стоять. Стоп. Bir ani qushlarni oldiga. Judayam zo'r zafar, judayam ajoyib. Haqiqatdan bir marta kelish kerak. Bitta o'sha navaralar bilan, bola chaqa bilan bir marta ko'rish, o'z ko'zinglar bilan ko'rishingiz haqiqatdan judayam zo'r qilingan, did bilan qilingan hammasi. Menga va navaralarimga ham judayam yoqdi. Gap yo'q lekin, gap yo'q. Ajoyib ekan. Magic Safari haqiqatdan judayam zo'r. Buni so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Buni o'zingizlar o'z ko'zingizlar bilan ko'rishingiz kerak. Zo'r. Bu straus tuxumi 30 cm 2 kilo bo'lsa jo'ja bo'ladi. Urug'langan bo'ladi. Bu afrikanskiy ostrich tuxumi. 2 ta barmoli bu haqiqiy straus. 3 ta barmoli laboratoriy gibrid indyuk bilan chachishgan bo'ladi. Bu qizil kitobga kirgizilgan. Qorasi o'g'il bola, seri qiz bolasi. Qo'yma. Juda ham og'ir bo'ladi. Go'shti ham to'g'risini aytsam juda ham qimmat lekin. Juda baquvvat lekin. Juda baquvvat. Odamni bemalol ko'tara oladi. Bu otga o'xshab ustiga minut anaqasi bo'ladi. Mana bu straus haqiqiy tuxum ekan mana. Haqiqatan og'irroq lekin, og'irroq. Bu bundan ham katta bo'ladi. Biroz kichikroq bu. Qo'yma. Birinchi marta ushlab turibman. Straus tuxumini. Bolaga aytsam ishonmaydi. Mana ovqat ber.
Hormang. Qaysi birini olay? Chiqsa, yoqimli ishtaqa. Arli chaqmaydimi? Ya mamlisini olsam bo'lmaydimi? Men qizil birasi ber. Ari chaqmaydimi? Yo'q, shu yerdaman. Bo'ldi. Так. Они не кушают, да? Berib, tuz qo'yib bo'ladi. Bo'ldi. Ber. Mana bu tarafa cezi var. Обжора, дядя Жора. Договорным кучиным рынок. Go! Sekin. Sekin. Şimdi ne bakarsan. Şu. Yoqdimi? Ha. Nimasi yoqdi? Hayvanlarni. Ko'proq qaysi hayvon yoqdi? Sher. Doda rahmat.